Xo'sh, u yoqda hayot qalay ekan? Pulingiz bo'lmasa hamma joy bir xil. Gaping to'g'ri. Pul yo'qmi, baxt ham yo'q. Negadir yoqtirgan qizlaring yo'q. Biron qiz bormi? Yo'q albatta. Nima uchun? Nega bo'lardi? Qishloqqa kambag'alman. Ishsizman. Yetarli emasmi? Erkakni o'ldiradigan narsa birovni qo'liga qarab qolish, sindiradi. Undan ko'ra Xudodan o'lim so'ramaydi-yu, sekin o'shani ishlab qoladi. Bunda yashagandan ko'ra yashamagan ma'qul. Ishimiz bugun o'xshamasa ertaga o'xshaydi, ertaga o'xshamasa indin o'xshaydi. Umuman o'xshamasa hech narsa qilmaydi. Ya'ni-da umuman o'xshamasa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi.